Bu mazzaligini qara. Chirigani mazza bo'ladi o'zi aka. Akalar, biz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga faqat zo'rini beramiz. Ichki bozorlarga ham zo'rini beramiz. Nuqsoni bo'lmaydigan shoftoni beramiz. Sababi do'stlar, o'zimiz chiriganini, qurt yeganini, chumali bosganimiz, yeyimizda. Hamma dehqonlar shunday bo'lsa kerak. Sababi tirikchilik qilaydi, bola chaqani boqaydi, pul bo'lsin degan maqsadda. Eksportga Qirg'izistonga ham chiqaramiz, Tojikistonga ham, O'zbekiston rastalari, bozor rastalariga. 45 ming so'm sotilgan akalar. Hozir mevasi 45 ming so'mdan sotilgan. Endi hozir to'rttasi qancha chiqishini o'zidan ko'rib olasizlar akalar. O'shanda sizlar bir donasini necha so'mdanligini o'zidan bo'lib olasizlar. Bismillah. 1 kiloyi 15 gram do'stlar, 45 ming so'mdan sotilgan. 45 ming sotilgandan keyin do'stlar, har bittasi do'stlar 11 ming, 11,5 ming so'mdan to'g'ri keladi bizning pulga, O'zbekiston puliga. Akalar, Platimon 4 degan shoftoli, mana 4 deyiladi. Akalar, kechki andi shoftollarda eksalar shunaqa kalibri yirik, plotnisi og'ir shoftoldan kelar. Baraka topasizlar. Hozir 45 ming so'm olti ariq bozorlarida. Buni ko'chlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Quyidagi nomerlarga telefon qilsalaring do'stlar, sizlarga chiroyli shunaqa yevro bog'larda, Yevropacha stilda bunaqa shoftollarni ko'paytirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Videomiz yoqqan bo'lsa, dehqonga omad, barakasini bersin deb kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar akalar. Biz shunaqa iloji yo'q endi, shunaqa chiroyligini bozor rastalariga chirigan qurt yeganlarni o'zimiz dehqonlar yeymiz.